Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. Hurmatli musulmonlar, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Amin, amin ya robbil alamin. Bugungi mening mavzuim har bitta ishni hikmati bor. Oxirgi qaror Saudiya Arabistonda qarori chiqdiki, haj mavsumi bo'ladi, lekin xorijdan hojilarni qabul qilmaydi. Haj mavsumida faqat saudiyaliklar va shu yerda yashaydigan musulmonlar haj qila oladi, istiqomat qiluvchi musulmonlar. Endi musulmon birodarlarim, men sizlarga bir gapni aytib o'tay. Madina Munavvarada talaba ilmlar bor. Madinaliklar va makkaliklar. Bular hamma ham haj qila olmaydi. Agar bitta talaba ilm haj qilaman desa, Madinadan Makkagacha 430 kilometr masofa. Agar Madinadan Makkaga kelsa, haj mavsumida agar hajni ijozati bo'lmasa, tasrihil haj, u haj qila olmaydi. Hattoki Makkada yashasa, makkalik bo'lsin, yo Makkada istiqomat qilsa, agar haj vazoratidan tasrihil haj bo'lmasa, ijozat bo'lmasa, haj qila olmaydi. Bir xillar o'ylaydiki, makkaliklar va madinaliklar bemalol haj qila oladi deb. Yo'q, agar ijozat berilmasa haj qila olmaydi. Va bu yil ham hajam qanday bir muddatida qancha bir odamlarga ijozat berilgan, mana shunday. Ana endi hurmatli hoji onalar, sizlarga bir gapni aytmoqchiman. Subhanalloh, Alloh taolo Qur'oni Karimda Suratul Baqarada 216-oyatda, bu o'zi oyat jihod vaqtida nozil bo'lgan. Lekin qaysi musulmon yaxshilik ko'rsa va yomonlik ko'rsa, qanaqa bir musibat kelsa, mana shu oyatlarni dalil bilan aytib beradi. Shu dalilni keltiradi shu oyatni. Siz yomon ko'rib chiqqan narsangiz yaxshi bo'lib chiqadi. Yaxshi ko'rgan narsangiz yomon bo'lib chiqadi. Alloh bilguvchi zotdir, subhanalloh. Endi shu oyatni sizlarga sharhlab bermoqchiman, subhanalloh. Siz dokumentni topshirdingiz hajga yo umraga, lekin kela olmadingiz. Siz yaxshi ko'rgan narsangiz va bora olmadingiz, keyin yomon ko'rib qolasiz. Subhanalloh, buni bir hikmati bor. Agar siz bu yil hajga kelganingizda yo sizni mashina urib ketar edi, yo shal bo'lib qolardingiz, yo kasal bo'lib qolardingiz. O'shaning uchun Alloh sizni shunday xohlabdiki, siz hajga kela olmadingiz. Ana endi yomon ko'rgan narsangiz yaxshi bo'lib chiqadi. Qanday masalan? Bir narsani xohlamaysiz, ko'nim tortmavdi, lekin shuni oldim, o'sha narsani oldingiz, sizga bir yaxshilik bo'ladi. Subhanalloh. Va yana misollar ko'p keltiraman. Bir xil insonlar samolyotga ketishadi. Uchib ketishi kerak. Yaxshiligi u, yaxshilik. Lekin aeroportdan sizni qaytaradi. Siz uchib keta olmaysiz. Sizda bu dokumentingizda minusi bor, yo shtraf berasiz, yo sizni qaytaradi. Siz yaxshi ko'rgan narsangiz yomon bo'lib chiqadi. Samolyot uchib ketdi, osmonda samolyot portlab ketdi. Bunaqa voqealar sizlar bilgansizlar. Ko'rdilaringmi? Yaxshi ko'rgan narsangizga erisha olmadingizmi, yomon bo'lib chiqadi. Bir xillar avtobusga, bir xillar metroda, bir xillar mashinada o'shanga ketishadi, lekin u yo'lda halok bo'ladi. Ana shunday. Siz yaxshi ko'rgan narsangiz yomon bo'lib chiqadi deganim, siz hajga kelardingiz, yaxshi narsa. Lekin agar kelib ketganingizda biron kasallikka uchrardingiz. Va hamma biladiki, shu yil shunaqa bir vabo kasalligi keldi. Saudiya Arabistoni ko'p hojilarning xizmatini qilgan va hojilarning xizmatini qilishga tayyor. Lekin mana shu vabo tufayli musulmonlarning sog'ligini o'ylab qabul qilishmadi. Har bitta narsani hikmati bor. Musulmonlar, xafa bo'lmanglar. Bir xil talaba ilmlar
bir xil akalarim, ukalarim biron joyga o'qishga dokument topshiradi. Dokumentlari chiqmaydi. Subhanalloh, agar bunday qilsam bunday bo'lardi, unday qilsak bunday bo'lardi. Bu hammasi Allohdan. Alloh dunyoni yaratishdan oldin hamma narsa rejalangan. Subhanalloh. Kim haj qiladi, kim haj qilmaydi, kimga nimani yaxshiligi bor, kimga nimani yomonligi bor, bu hammasi Allohdan. O'shaning uchun musulmonlar xafa bo'lmanglar. Sabr qilaylik. As-sabru jamil. Alloh subhanahu va taolo aytganlaringizni yetkazdirsin. Amin ya robbil alamin. Yanagi yil biiznillah 2021-yilga hajga kelasizlar. 1442-hijriy yiliga haj mavsumlari ochiladi biiznillah va umralar ochiladi biiznillah. Ana shunday musulmonlar, xafa bo'lmanglar. Alloh niyatlaringizni yetkazdirsin va ota-onalaringni va sizlarni Alloh taolo baytiga chaqirsin. Hurmat bilan baxtiyor mukarram xonoqlar xos musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا ناحض يا نعمة يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك